Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun qurilishi tugallanmagan 200 kvadrat yer o'rin stokol beton bo'lib turibdi, sotiladi. Adresga keladigan bo'lsak, adres Paxtakor Qaychilik mahallasi. Yani bu tarafa qaraydigan bo'lsak, bu tarafdan yo'l bor. Bu tarafimiz kollejdan mechit yandan keladigan yo'l, yap bo'yindan. Yap bo'yina yaqinina. Şu an tarafta yap bo'yi bor. Yapa yaqin. Suv, hamma narsasi normalniy. Bedayna gaz üstünde svet o'tib turibdi. 200 kvadrat qurilishi tugallanmay ko'rib turganlaringizdek. Beda bir dalan tushgan, bir zal, 2 dana spalni, bir dana kuxni tushgan beda. Aranda bani tuvaleti bor. Bani videoda kichkina bo'lib turgan bo'lishi mumkin, lekin 2-3,5 metr. Ishi kichkina bog' bo'ladi. Bu yerdan hozir beton etilmagan ekan. Şuradan bo'linadi boshqa qarab. Ko'rib turganlaringizdek. 2 tajafonni mo'ljallangan. Bu yan tarafına keladigan bo'lsak, bu yan taraf qo'ng'ishini haddi ekan. Buni haddi Şan taraftan 5 metr haddi bor. Şu toprak tasavvur turgan yer, ana shu qo'ng'ishinikining bo'lib, ana shundan bo'lib 5 metr haddi chiqadi. Toshni şuradan. Bu toprak, bu yani bu karich o'rish uchun tashlagan ekan bu. Normal toprak. Vodofrod kelib turibdi, eldan yo'l o'tgan. Aryan tarafına yo'l, ana shu yo'ldan vodofrod tartib kelsa bo'ladi. Gaz, svet, muammosiz. Bu yanınız yine mechitga yaqin. Ana mechit narsam ko'rinib turibdi. Yap bo'yinda joylashgan. 175 milyon puldan keladigan bo'lsak, 175 milyon. Telefon nomerlarini qo'yib o'tamiz. Ko'rib turganlaringizdek, katta yer. Qo'ng'ishlar hammasi ko'chib kelgan berini. Hali qurilish tugallanmagan yerlar bor Aryandana. Lekin bu yerga qo'ng'ishlar ko'chib kelib, suv, puv, tok muammosi hech qanday problema emas. Yana kelishiladigan egasi olib sotar emas, kelishadigan. Hurmatli do'stlar, ish yo'limizdan birini liniyasi o'tgan, birini avtobus o'tadi. Bu taraf liseya boradigan taraf, Aryan taraf, punktdan keladigan taraf. Ish ko'cha, shu qurilish tugallanmagan yer olib boradi. Egasi bilan telefon kelishib gaplashaverasizlar do'stlar.